Siz o'zingiz videongizni o'zingiz ovozingiz bilan istalgan tilga tarjima qilib gapirtirish mumkinligini bilarmidingiz? Keling, men sizga buni tekinga ko'rsatib beraman. Buning uchun siz Heygen ilovasiga kirasiz. Heygen ilovani o'rnatib olasiz. Buni sayti ham bor, Android ham, iOS ham, prilojeniyalari ham bor. Heygen ilovasiga kirasiz. Kirishingiz bilan sizga birinchi foto va video, ikkinchisi video translation, videoni tarjima qilish. O'shaning ustiga bosasiz va bu yerda birinchisiga bosasiz, upload video. Va o'zingizni rekord qilib olib qo'ygan videongizni tanlaysiz. Start uploadga bosasiz va sizda mana bu chiqqan videongizni yoki o'zingiz boshqa video qo'shasiz. Men buni tanlab qo'yganman. Men o'shani bosamanda, keyin men bitta menyuda birinchi mana bu o'zbekchada video, choose translation language, qaysi tilga tarjima qilish. Buni tanlaymiz endi. Men masalan ingliz tilini tanlayman. Ko'rasizlar ham, bu yerda juda ham ko'p tillar bor. Rus tiliga ham, nemischaga ham, fransuzchaga ham hammasiga tarjima qilsa bo'ladi. Men bu yerda ingliz tilini tanlayman. Submit bosib yuboramiz va ozgina kutib turamiz. Qisqa vaqt ichida bu bizga videoni to'liq o'zimiz ovozimiz bilan o'zimiz gapirishlarimiz, og'zimiz qimirlashlarigacha bir xil qilib, juda ham chiroyli qilib tayyor qilib beradi bizga. Mana tarjima tayyor. Endi buni bemalol eshitib ko'rsangiz bo'ladi. On the Agyar Mills continuing ice, only the eye is beautiful from today. For this, the mill's free pepper will... Xuddi shunaqa qilib istalgan tilga tarjima qilib olsangiz bo'ladi. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Men bo'lsam sizga yana ham foydaliroq ma'lumotlar berib borishga harakat qilaman.